Hammaga assalomu alaykum. Sessiya bo'yicha birinchi darsligimiz boshlandi. Bu videoda sessiya haqida основной tushunishni sizlarga beraman, ya'ni bazani, основalarini beraman. Fundament quramiz. Sessiya bo'yicha bilim har bitta treyderda bo'lishi kerak, chunki sessiya bu juda muhim narsa. Agar siz Instagram storiesim orqali kirgan bo'lsangiz, yozgan narsamni o'qigansiz, men sizga ko'rsatganman, qanaqa pozitsiya ochdim, nima sababdan va e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham ma'noli narsalar. Bu bekardan bekar emas. Siz prosta buzilishdan, retestdan kirmayapsiz. Bu ozgina boshqacha dunyo va sessiyani bilish kerak. Xo'p, e'tibor berishingiz mumkin. Aziya soat 3 dan 11 gacha bu yoz vaqti hisoblanadi. 3 dan 11 gacha, Frankfurt 11 dan 12 gacha, London esa 12 dan 5 gacha bo'ladi. Hozirdagi vaqtda bozorda ko'rishimiz mumkin. Men sessiyani yoqaman. Xo'p, bu tilla. Kстати, bugun juda ham zo'r pozitsiya bo'ldi bu yerda. Uni ham hali tushuntiraman. Ko'rishimiz mumkin, Aziya bizda 4 da boshlanib 12 da tugayapti va 12 dan 1 gacha Frankfurt va уже 1 dan 6 gacha albatta London va уже u yog'i Amerika. Bizga imенно shu sessiyalarning vaqtini bilishimiz shart emas. Bu eslab qolish birinchidan oson, ikkinchidan bizda indikator bo'ladi va bu indikator sessiyani vaqtini ko'rsatadi. Bu indikatorni olish uchun agar kimdirda yo'q bo'lsa, chunki indikator bu dark traderga juda mashhur, ko'p traderlarda bor. Sizda yo'q bo'lsa, lichkamga yozib yuborasiz yoki kanalimga, shuna qilamiz. Kanalimga men mana bu silkani tashlab qo'yaman va bu indikatorning silkasi bo'ladi. Ezasiz, kirib o'zingizga qo'shasiz izbirniga. Xo'p. Ya'ni bizda sразу grafikda ko'rsataman, 4 ta sessiya mavjud. Quboq qilib aytganda 4 ta: Aziya, Frankfurt, London va New York. Lekin Frankfurt, London bitta sessiya hisoblanadi umumiy olib qaraganda. No, Frankfurtda manipulyatsiya o'zini soatida bor. Endi biz qanaqa qilib ishlashimiz kerak, nimani bilishimiz kerak? Bugun birinchi dars, shuning uchun bazani o'rganamiz. Ya'ni bizda eng asosiy narsa bu tushunishimiz kerak, har bitta sessiya nima ish qilishini. Biz hozir forex para haqida gaplashamiz, chunki tillada sessiyalar ozgina boshqacha ishlaydi. Xo'p, agar forex indeks haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi sessiya bizda Aziya. Aziya bizda, давайте я запишу, men yozib qo'yaman. Aziya tepada, sverxu. Aziya bizda накопление hisoblanadi. Ya'ni bozor bu yerda likvidnost yig'adi, to'playdi. Nima sababdan Aziyada paralarda kuchli asosan движениялар bo'lmaydi? Chunki aziyatskiy sessiyada, ya'ni Aziya degani bu Yaponiya tarafda, Xitoy tarafda ochiladigan sessiya. Tushunyapsizmi? То есть aziyatskiy sessiya. U yerda volatilnost va объем kam. Shuning uchun bozor asosiy движениялар qilmaydi. Bu hozir forex indeks haqida gapiryapmiz, tilada emas. Shuning uchun ham Aziyani vaqti накопление hisoblanadi. Ya'ni bozor likvid to'playdi, pastda to'playdi, tepada to'playdi. Chunki retail traderlar Aziyani ichida ham ishlaydi ko'p. Aziya esa накопленияga o'xshab yuradi. Aziyadan keyin bizda Frankfurt ochiladi. Frankfurt va London. U degani bozorga объем yaxshigina kiradi. Nimaga deyishingiz mumkin? Chunki albatta agar biz Britaniyani olsak hisobga, Angliyani, Amerikani, u keyinchalik Londonni olsak, u yerda kapitalizatsiya kattaroq. То есть biz уже Londonda, Frankfurtda нормальный движение ko'rishimiz mumkin. Lekin New Yorkda, ya'ni 4-sessiya qilib olaylik, mana New Yorkda undan ham katta движение bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki u yerda уже Amerika, AQSh dollari, bu уже umuman boshqa masala. То есть hozir oddiy tilda tushuntiraman, tushunmagan bo'lsangiz, Aziya накопление, ya'ni kichkina yurish qiladi bizda asosan. Frankfurt va London manipulyatsiya qiladi. New York esa asosiy yurish beradi, chunki katta объем Amerika kiradi bu yerda. Tushunyapsizmi? Bu yerda New York. Вот, это New York. Bu New York vaqti. Bu London vaqti. Bu London vaqti. Xo'p. Bu bazani tushundingiz. Endi bizga nima kerak va qanaqa qilib ishlashimiz mumkin bu yerda? Kelinglar sizlarga sразу bitta setapni, juda ham foydali setapni o'rgataman.
qiyinlashtirmayman. Iloji boricha sizlarga не то чтобы maqsadim ko'p bilim berish har xil. Sizlarga shunaqa bilim berishim kerakki, sizlar tushunishinglar kerak bu bilimni. Bozorda ishlatishinglar kerak. To'g'rimi? Shuning uchun hozir bitta zo'r yaxshi ishlaydigan narsani sessiya bilan ko'rsataman. Xo'p, bizda struktura bor, ya'ni minimum va maksimum. Bozor Aziyani range'iga kirib ketdi. Mana. Ko'rishimiz mumkin. Давайте buni men qalinroq qilib beraman sizlarga. Ko'zingizlarga yaxshi ko'rinadi. Ko'rishimiz mumkin, bizda minimum bor, maksimum bor va albatta nakapleniya, ya'ni bu Aziyani vaqti. Endi biz nima ko'rishimiz kerak? Mana bu minimumdan maksimumga biz premium discount tortamiz. Premium discount korobka Ganna instrumentni olsangiz bo'ladi va настройкасы shunaqa. Screenshot qilib oling. Xo'p, dальше. Biz Aziyani range'ini pastga chiqishini kutishimiz kerak. Agar buy kirmoqchi bo'lsak, bizda misol uchun minimum maksimum bor-ku, ya'ni bu восходящий struktura. Agar bozor bokovikka kirib ketgan bo'lsa, biz bokovikdan chiqishini kutishimiz kerak, ya'ni birinchi pastga chiqishini. Agar Aziyadan chiqib ketsa va keyingi sessiya ochildi deylik, misol uchun bu London yoki Frankfurt bo'lsa, keyingi sessiya bo'lishi shart. Shu pastida biz imbalans topishimiz kerak. Imbalans, order block yoki FVG da, to есть umuman qizig'i yo'q. Bu POI zona hisoblanadi. POI zona degani point of interest, to есть zona interesi ruschasiga. Bozor POI ga kelsa, давайте buni yashil qilib qo'yaman. Bu London vaqti, bu просто FVG. Bozor London vaqtida bu yerga keladigan bo'lsa, давайте men buni yozib qo'yaman. Snoskada. Так, mana buni vaqti 12:00, to есть London vaqti. London vaqtida manipulyatsiya bo'lyapti va biz bu yerda nima ko'rishimiz kerak? FVG ga kelish kerak va bu yerda bizga любой tasdiq berish kerak. Slom, inversiya, FVG, entry, любой entry modeli bersa, biz bu yerdan bemalol buy pozitsiyaga kirsak bo'ladi. To есть bu получается bizda nima bo'ladi? Bu Aziya bo'ladi. Uni давайте голубой qilib qo'yamiz. Bizda London manipulyatsiya bergan Londonda o'zida bozor chiqib ketishi mumkin yoki London olib chiqib bermasa, New York olib chiqib beradi. Давайте buni mana oranjovoy qilib qo'yamiz. То есть bu yerda уже vaqt 17:00 New York ochiladi, New York tepaga pozitsiya bizga beradi. No, ko'pchilik AMD degan narsani biladi-da, любой joyda ishlatadi. Unaqa emas, strukturaga qarash kerak. Mana kalit imенно struktura. Agar sizga struktura восходящий bo'lsa, bu yerda korreksiya bo'ladigan bo'lsa, manipulyatsiya bo'lsa, bu yerda entry qilasiz, bu yerda уже bozor основной объемni kirib New Yorkda tepaga ketadi. То есть har doim sifatli sessiyani ishlatish uchun Londonda bitimga kirishimiz kerak va bizga problemli zona kerak. Tushunasizlar? POI zona. POI bu point of interest, bu order block, FVG, buy to sell, sell to buy, shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Tushunarli. Endi grafikda shu primerlarni ko'rsataman. Xo'p. Давайте tillardan boshlaymiz. Bugungi uzoqqa bormaymiz, mana bugungi tillarni olamiz hisobga. Juda ham yaxshi pozitsiya chiqqan. O'zim ham albatta u bitimga kirganman. Xo'p, bu yerdan nimadan foydalanishim kerak? Tushunishim uchun qayerga sessiyani ishlatamiz. Birinchi o'rinda albatta bu undan tashqari bilim, order flow degan narsalar bor, struktura degan narsalar bor. Misol uchun SMT degan narsa bor. Bu yerda SMT bo'lgan. Bu yerda bozor likvid yechgan. Bu yerda albatta slom struktura bo'lgan. Biz sizlar bilan hozir kurs o'tmayapmiz. To'g'rimi? Biz sessiyani o'rganyapmiz. Shuning uchun mana bu yerda sizga kirish uchun nima bo'lishi kerak edi? Xo'p, do'stlar, sessiyani yoqaman. Ko'rishimiz mumkin. Bizda Aziya bor. To'g'rimi? Frankfurt va London. Qanaqa qilib bu yerda bitimga kirardik va nimaga men bu yerda selga kirdim? Qaranglar. Так, начать заново. E'tibor bering. Xo'p, даже buni Frankfurtda o'chirib beraman. Qarang. Aziyani o'zi. Aziya zakrib berdi, ya'ni boz. To'g'rimi? Struktura buzildi. Undan oldin ham selga tasdiqlar bor albatta. Qaranglar. Hozir bozor menga imbalans qo'ygizdirgan. Mana shu imbalans men aytgan POI zona hisoblanadi. Mana FVG. Frankfurt ochildi. E'tibor bering. Frankfurt shu zonaga kirdi.
Men bu yerdan selga kirsam bo'ladimi? Данный moment. Frankfurt o'zida bo'lmaydi, chunki tasdiq bermagan. London ochib, e'tibor bering, London ochilganda Frankfurtda yechdi. Keling 3 minutli time frame'ga o'tamiz. Qarang. Mana. London ochildi, to'g'rimi? Tepaga движение berdi. Biz Frankfurtda yechyapmiz. Bu likvid yechilish hisoblanadi. То есть buni vaqti bu yerda 13:00. То есть timing 13:00 da bo'lyapti bu narsa. Siz prosta MetaTrader'da ochgan vaqt emas, 13:00 da bo'lyapti. Endi buni yechganimizdan keyin bizga tasdiq kerak. Misol uchun bu yerda imbalans bor. Bozor bunga qayd berib reaksiya berishi mumkin. Yokida biz определенный minimumni buzganimizdan keyin sellga enter qilishimiz mumkin. No bu yerga sellga enter nimaga qilamiz? Nimaga? Chunki bozor umumiy strukturada sellga harakatlanib ketyapti. Mana bu yerda korobka Gannani ishlatsa bo'ladi. Mana qarang. Sessiyani o'chiraman. Mana korobka Gannani tortdim. Mana давайте boshqatdan buni o'chirib turamiz. Korobka Ganna maksimumdan minimumgacha. Ko'rdingizmi? Men qachon sellga kutaman? Qachonki biz 0.5 dan tepa zonada bo'lsak, bu premium zona hisoblanadi. Premium zonaga kirdik. Bu yoqda уже sessiyani yoqamiz, imbalansni ko'ramiz, entry bo'lsa albatta entry qilamiz. Qaytaraman chizgan narsalarimni, sessiyani yoqamiz. Mana. Xo'p. Endi bu mana biz imbalansni ichidamiz. Eng muhim narsa Frankfurtda yechdik. Bizga tasdiq kerak entry qilish uchun. Tak, mana e'tibor bering. Biz mana bu imbalansga kelib kirdik. Ko'ryapsizmi? Kirib qanaqa reaksiya berdik pastga. Bu yerda slom berdik. Mana bu yerda enter ham qilsa bo'lardi. Tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda enter qilsa bo'lardi. Stopni Londonda maksimumga qo'yib. Nimaga bu yerda stop loss qo'yish kerak? Chunki bu maksimum likvid yechgan. Likvid bizda Frankfurt. Tekni qayerga cho'zasiz? Bu yerda juda ham явный, понятный tek bu o'tgan kunda minimum hisoblanadi. Bu 1/3 error bizga beryapti. То есть biz sessiya orqali bu yerda o'zimizga juda ham tushunarli enter qilyapmiz. Nimaga? Aziya kuchli движение bergan, bizga yaxshi imbalans qolgiztirib ketgan, u imbalansning ichida timingda, ya'ni 13:00 da London Frankfurtda yechyapti. Imbalans qolgiztiryapti. Shu imbalansdan reaksiya olib biz minimumda buzdik. Все, entry qilyapmiz. Endi отработкani ko'ringlar. Marhamat. Mana bu sessiya. Sessiya shunaqa ishlaydi. Давайте сразу vaqt yo'qotmaymiz, сразу boshqa misolga boramiz. Misol uchun orqa-orqa qaytaramiz. Bu yerda nima ko'rishimiz mumkin? Bu yerda shunday tushuntiraman. Aziyani yechdik. Mana Frankfurt vaqti manipulyatsiya qildi. Bizga bu yerda slom berdi. Likvid yig'ilyapti. New York peresvip qildi, zakrep berdi. Biz Aziyani minimumgacha sell ushlasak bo'lardi bu yerda. Mana bu chista sessiya bo'yicha bu yerda ham bitim bor. Xuddi shunaqa bitim. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, men ko'rsatgan primer bo'yicha yana bitta ko'ramiz. Mana misol uchun men ko'rsatgan primer bo'yicha qaranglar. Bizda Aziya движение bergan, to'g'rimi? Mana bu minimum, mana bu maksimum, mana bu tepaga движение. Endi biz nima qilamiz? Korobka Ganna tortamiz, mana minimumdan maksimumgacha. Va mana bu zona biz uchun buy zona hisoblanadi. Faqat bu yerda nima uchun buy ketganimizni ko'rishimiz kerak. Chap tarafda nima bor? Imbalans bor. Ko'ryapsizlar? Endi London vaqtida shu imbalansga biz kelishimiz kerak. Qarang. Keldik imbalansga. Kelibla bitim ochamizmi? Albatta yo'q. Bizga reaksiya bo'lish kerak u joyda. Reaksiya bo'ldimi? Bo'ldi, okey. Reaksiya bo'ldi. Reaksiya bo'ldi va bu yerda struktura ham buzildi. Mana. Struktura ham buzildi. Bu yerda уже boz hisoblanib ketadi. Xo'p, endi так, секунду. Уведомление отключить. Endi bu yerdan kutamiz qachon shu zonaga qaytishimizni. Mana New York ochildi. Tak, New York ochildi. Ketyapmiz. E'tibor bering, bozor tepada likvid qo'ygizdiryapti. Hali yechgani yo'q New York ishlasini. Pastda ham. Biz lekin pastda katta ehtimol bilan yechmaymiz, chunki mana bu minimum juda ham yaxshi zonada paydo bo'lgan. Chunki bizda mayda imbalans bor. Bizda struktura buyga ketyapti. То есть bu korreksiyani tugatadigan minimum. Nabarot, biz endi
mana bu minimumdan maksimumgacha tortib, mana bu OTEdan buyga entry qilamiz. Tushunyapsizlarmi? Mana bu OTEning ichida nima bor? Kimdir ko'rdimi? Mana bu imbalans bor. Mana bu imbalansdan biz entry qilamiz endi. То есть bu sessiya bo'yicha. Entry, stop loss, take profit Aziyani maksimumga. Endi qaranglar, tushuntirib beraman hozir hamma yo'lni. Давайте все удалю. Endi entry qilyapmiz. Так, input boshlanishi bu yerda, stop bu yerda, take bu yerda. Nima sababdan bu yerda buy entry qilyapmiz? Qaranglar. Bizda minimum bor, maksimum bor. Bu восходящий struktura. Biz minimumdan maksimumgacha OTE tortsak, tak, minimumdan maksimumgacha OTE tortsak, bozor 0.5 ya'ni discount marketga kelgan. Sabab bo'lish kerak, poi bizda imbalans. Bozor shunga keldi. Va albatta London men aytgandek manipulyatsiyani likvid ichadigan faza hisoblanadi. Va London shu narsani bu yerda qildi, likvidnostni yechdi. Bilasizlarmi, bu yerda sizlarga juda ham zo'r setup ko'rsatsam bo'lar edi. O'tgan premyer bilan bir xil. London Frankfurt yechdi, biz pastga tushdik. Nimaga buni sizlarga ko'rsatmayapman? Chunki bu noto'g'ri premyer bo'ladi. Sababi struktura уже bu yerda восходящий. Undan oldindagi premyerda nisходящий edi. Shuning uchun bu yerdan sal kirsak bo'lardi. Xo'p. Endi bu yerdan biz buy pozitsiya ko'rishimiz kerak, to'g'rimi? Men bu yerdan entry qilaman, stopimni bu yerga qo'yaman, inputdan entry qilaman, Aziyani maksimumgacha. Nimaga? Chunki biz mana bu minimum chap tarafda ko'p likvidni yechyapti. Bu yerda problemli zona bor. New York pastga tushib ketyapti, lekin nimani yechib? Ya'ni savol, biz nimani yechib New Yorkda pastga tushdik? Londonni yechdikmi? Yo'q. Aziyani yechdikmi? Yo'q. Значит, tepaga borish ehtimoli juda katta. Endi atrofotgani ko'ringlar. Tushunyapsizlarmi nima demoqchiman? Sessiya mana shunaqa ishlaydi. То есть siz logikani yoqib, sessiyani ishlatishingiz kerak. Xo'p. Давайте, например, ko'rsataman. Mana bu premyerda sizlar Instagramda ko'rgansizlar, nima uchun biz bu yerda buy kirganmiz. Xuddi shunday ko'rsataman hamma yoqda, xuddi shunaqa tushuntiraman. Qaranglar. Minimumdan maksimumgacha OTE tortaman. Mana OTE zona. OTE zona chaprog'ida poi bo'lishi kerak. Mana bu poi. Problemli zona, ya'ni FVG, buy to sell, sell to buy, imbalance. Endi sessiyani yoqamiz. London ochildi. To'g'rimi? Tak. Xo'p, London Frankfurtda yechdi. Endi qaranglar. Bozor imbalansning ichida Frankfurtda yechyapti. То есть bu minimum уже stop qo'yish uchun qulay hisoblanadi. Endi bizga tasdiq kerak. Tasdiq mana bu yerda olinadi. Chunki mana bu maksimumdan bu minimum buzilgan. Va take ham Aziya bo'ladi menda. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda entry qilinadi. Bozor bu yerga chiqqanda biz buyga borishimiz kerak. Chista sessiya bo'yicha. То есть bu Frankfurt London manipulyatsiya xolos. Shunchaki manipulyatsiya. Stop, yechilgan Frankfurt sessiyasiga entry. Marhamat. Dальше ketamiz. Xo'p. Bu yerda уже ozgina qiyinroq, но bu yerda ham tushuntirib ketaman albatta. E'tibor beramiz. Aziya. Mana qaranglar. Mana Aziya. Aziya bokovikda. Mana Aziya bokovikda. Tepada PDH bor, pastda PDL bor. Aziyani eng minimumini olasiz. Likvid yechdi. Faqat sessiya emas, Aziya o'zi yechdi. Endi qarang. Aziya minimumni yechdi. Biz keyingi sessiyani kutamiz. PDHni ham yechdik. Frankfurt ochildi. E'tibor bering. Mana bu yerda yechilish bo'ldi-yu, bu уже likvidni minimum hisoblanmaydi. То есть bu yerda уже likvid yo'q degani, mana bu minimumda. То есть уже bu yerga sell tortish xato. Endi qarang. London ochilishini kutamiz. London ochildi. Frankfurt yechdimi? Yechmadi. Hali yechmadi. Qarang. Yechdi. Bizda imbalans bor.
agar shuni impuls bilan buzsa, bizda bu imbalans IFVG ga aylanadi. Agar kimdir bilsa. Buzdik, bu IFVG ga aylandi. Endi biz bu yerdan buy entry qilamiz. Stopni yechilgan likvidga qo'yib, ya'ni Frankfurtda yechilgan joyga qo'yib. Aziyani maksimumiga take. Вот sizga 1 ga 1.4 ishlab beradigan setup chiqdi. Все. Logikaga e'tibor bering. Juda ham bir xil. Даже bu yerda men korobka gandan tortadigan bo'lsam, biz diskountga kiryapmiz-da, tushunyapsizlarmi? Sessiya juda muhim narsa. Juda muhim. Давайте endi bitta пример Euro USD ko'ramiz. Xo'p, 1 soatlik time frame. Так. Mana misol uchun, давайте bu yerda. Sessiyani yoqamiz. Ko'rishimiz mumkin. Mana bizda Aziya. E'tibor bering, Aziya qanaqa? Bizda ikki xil yurish bor. Bu bozorning oddiy yurishi va order flow bilan yurishi. Ya'ni bozor shunday likvidlarini yechib ketadi. Bu juda ham zo'r yurish. Bu yaxshi yurish emas. Va xuddi shu yurish mana bu yerda bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Va bu degani bu yerda likvid juda ko'p. Juda ko'p. Bunaqa momentlar chitatsiya qiladigan momentlar hisoblanadi. Endi sessiyaga e'tibor beramiz. Frankfurt ochildi, Aziyani yechdi. Qarang. Yechdi. Bizga tasdiq bu minimumdan yoki bu minimumdan emas, mana bu minimumdan olsak, juda ham chotki tasdiq chiqadi. Faqat tana bilan buzishimiz kerak. Tana bilan buzdik. Sell, stop loss bu maksimumga yoki bu maksimumga. Bir xil. Take'imiz Aziyani minimumida. Xo'p, nima sababdan sellga kiryapman? Birinchidan, menda pastda kompressionniy движение bor. Frankfurt menga Aziyani yechib beryapti. Stop qo'yish uchun juda ham sifatli joy va men tasdiqimni juda ham yaxshi oldim. Pastda yaxshi minimumdan tasdiqni oldim. Bu yerda yana bozor likvid bilan ishlayapti. Men bu yerda entry qilyapman, stopimni bu yerga qo'yib. Take'im Aziyani yechilmagan minimumda. Atrobotgani ko'ramiz. Hop. Bu sessiya shunaqa ishlaydi. Bu yerda Aziya High Low bo'lgan, но biz hozir shu Aziya High Low haqida gapirmayapmiz. Biz именно sessiya haqida gapiryapmiz. Ya'ni именно qanaqa qilib bizda sessiya ishlaydi. Dальше. Bu moment qiyin moment hisoblanadi. Buni hozir tushuntirmayman sizlarga. Так, давайте sizlarga maksimalni tushunadigan variant olsa yaxshi. Так. Bu yerda уже 2-3 darslarga tegishli bu joylar. Bu joylar ham shunaqa. Ну вот, давайте buni olamiz. Xo'p. Ko'rishimiz mumkin, bizda mana Aziya bor. Aziyaga e'tibor bering, juda slava движение bergan, bokovik. Va biz Londonda tepani yechdik. Endi biz sellga kirishimiz uchun tasdiq olishimiz kerak Londonda. Ya'ni London manipulyatsiya, tushunyapsizlarmi? Men sizlarga hozir nimaga London manipulyatsiya deyilganini tushuntirib beraman. Hozir men texanalizda ishlataman bu yerda. Qarang. Mana. Texanaliz bo'yicha nima bo'lishi kerak? Buy, to'g'rimi? Stopimni bu yerga qo'yib, take'imni tam misol uchun bu maksimumga qo'yaman yoki undan uzoqroq cho'zaman. Bu texanaliz bo'yicha. Sessiyani yoqaman. Qaysi sessiyaga to'g'ri kelyapti? Londonga. London qanaqa sessiya? Manipulyatsiyaning sessiyasi. Demak, London bu yerda manipulyatsiya qilaveradi. Biz Smart Money ICT bilan ishlab, bu yerda navrot sell ishlaymiz. 1 minutlikda, 3 minutlikda tasdiq bersa bo'ldi. Endi atrobotgani ko'ring. Texanaliz bo'yicha. Qale. Yoqdimi? Mazza. Tem более yana bu yerda o'zicha yana bitta reaksiya bergan buni trenddan. Shuning uchun manipulyatsiya deyiladi London. Men sizlarga hozir tushuntirib berdim, keltirib berdim. Endi biz sellga kiramiz. 3 minutlik time frame. Давайте. Aziyani yechdik.
Qaysi minimum orqali yechdik? Mana bu minimum orqali. Ya'ni bu minimumni buzsak, selga kirsak bo'ladi. No bizda perisvip bo'ldi. Qaysi minimum qildi? Mana bu minimum qildi. Demak, bu minimum menga уже kerak emas. Mana bu minimum tanasi bilan bo'lsa, selga kirsam bo'ladi. Tak. Tak. Take'im Aziyani minimumida. Stopim albatta maksimumda turadi. Endi qaranglar. Bu yerda ikki xil moment bor. Agar agressiv kirmoqchi bo'lsanglar, stopni eng yaqin maksimumga qo'yasizlar. Konservativ stop kerak bo'lsa, mana bu yerga qo'yishlar kerak. Misol uchun bu yerda error 2,5, bu yerda esa 1,7. Take Aziyani minimumda и mana marhamat. Take. То есть sessiya orqali bu yerda biz kirdik, tushunyapsizlarmi? Sessiya orqali. Xo'p, do'stlar, bitta qaytarib olamiz. Bizda ya'ni 4 ta sessiya bor. Aziya, Frankfurt, London va New York. Va biz sessiya orqali savdo qilishimiz uchun albatta ko'rishimiz kerak. U qayerda yechgan, qanaqa bizga informatsiya bergan va nima qilmoqchi. Aziya qanaqa yurgan, Frankfurt nima qilib bergan, London qayerda manipulyatsiya bergan va New York qayerga boradi. Shu narsalarni ishlatishda o'rganishimiz kerak. Shuning uchun men sizlarga hozir uyga vazifa beraman. Shu uyga vazifani lichkamga tashlaysizlar. Birinchi misol. Siz Aziyani topasiz va Aziyani bitta tarafi yechilganda bozor boshqa tarafiga borishini menga tashlab berasiz. Bu eng simple, eng oson narsalar. No baza uchun yaxshi. Aziyani bokovikini ko'rasiz. То есть Aziya bokovik yurishini, Aziyani Frankfurt, London yechishini, keyin boshqa tarafga borishini. Shunaqa menga misol tashlab berasiz. Men mana shu narsani screenshot qilaman hozir. Tak, mana screenshot qildim. Endi bu narsani men qayerga tashlayman? Tak, izbriniga tashlab qo'yaman. Keyin sizlarga tashlab qo'yaman. Bu birinchi misol. Ikkinchi misol nima topishinglar kerak bo'ladi? Xo'p, aytganimdek, mana bizda Aziya bor. Bu ham bokovik va bizda struktura bor. Mana minimum, maksimum, to'g'rimi? Va agar Aziyani vaqtida bokovik bo'lsa va London boshqa tarafga chiqib ketsa, mana bu London va o'zini vaqtida 12:00 da u qanaqadir imbalansga kelish kerak, problemli zonaga. Mana bu misol uchun buy to sell, sell to buy. Уже bu yoqdan bizga tasdiq beradigan bo'lsa, biz buy pozitsiyaga kiramiz. То есть Aziya bokovik bo'lishi kerak. Давайте men uni ko'k qilaman. London bizga entry berish kerak. Biz mana bunaqa pozitsiyaga kiramiz. No, albatta u qanaqadir poyez zonaga kelish kerak. Buni ham hozir screenshotini olib, izbirinimga tashlab qo'yaman. Sizlar shundan primer tashlab berasizlar menga. Yana bitta misol Bitcoinda ko'rib chiqamiz. 1 soatli time frame. Qaranglar, menga yana manaqa primer tashlab berishinglar kerak. Tak, hozir topaylik-da shunaqasidan. Tak. Ну вот, mana misol. Xo'p, bizda imbalans bor 1 soatli time frame'da. Mana 1 soatli time frame imbalans. Va biz shu imbalansga Londonda vaqtida kelishimiz kerak. Londonda vaqtida keldik. Mana misol uchun bu Londonda vaqti. Va bu yerda manipulyatsiya bilan tasdiq bo'lsa, biz sell pozitsiyaga kiramiz. Mana bu minimumgacha. No, именно bu minimumgacha emas, asosiy minimumgacha. Bu yerda liquid minimum mana shu hisoblanadi. Поэтому men bu yerda sellgacha kirgan bo'lardim. То есть qarang, 1 soatli imbalans, bizda buy to sell bor va bu yerda men 15 minutlik time frame ga kiraman va manipulyatsiya topaman. Bu yerda nima bo'lish kerak? Qarang. Manipulyatsiya
manipulyatsiya va timing. Ya'ni o'zini vaqtida manipulyatsiya bo'lishi kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Mana bu manipulyatsiya bo'ladi. Faqat bu yerda уже biz boshqa sessiyani, misol uchun bu New York bo'lsa, tashnayman bu London bo'lsa, biz New York bilan uni yechib berib tasdiq beramiz. Bu уже New York sessiya. Mana bu NU New York. A bu London. LO. Sverxu давайте тоже. Mana bu narsa bu yerda bo'lsa, men mana bu yerdan entry qilaman cellga. Mana sizlarga primer. Endi bu yerda bu narsani topishimiz kerak. Xo'p, 5 minutlik time frame kiraman. Давайте sessiyani yoqamiz. London, Amerika ochildi. Mana. Xuddi shu kartinani mana mayda chizganimdek bu yerda bozor qilib berdi. Bu yerdan sell pozitsiyaga kiramiz. Take'imiz, albatta mana bu yerda bo'ladi. Mana bu 3-uyga vazifa. То есть 1 soatli imbalansda sessiya biz manipulyatsiya qilganmiz va boshqa tarafga ketganmiz. Buni ham men сохранить qilib избранныйga tashab, keyin sizlarga tashlayman. Так. Mana. Xo'p. Do'stlar, men uyga vazifani kutib qolaman. Uyga vazifani qilish uchun sizlarda 1 kun vaqt bo'ladi, keyin sразу 2, 3 va 4 darslik chiqadi. Через день. Va darslik tugagandan keyin, u yog'ini уже keyin kanalimga yozib ketaman, nima bo'lishini. Maqsad просто shu sessiyani sizlarga o'rgatishim xolos. Bu kanalda. Sizlardan reaksiya kutib qolaman. Aktiv kutib qolaman. Aktiv qilsanglar, reaksiya qilsanglar bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Misol uchun bu bilim ancha joyda o'rgatilmaydi, to'g'risi. Как есть deb. Sizlardan maksimal aktiv bo'lsa bo'ldi. Поэтому uyga vazifani kutib qolaman, lichimga tashlaylar. O'zim lichni tekshirib, lichni javob berib ketaman. Hammaga rahmat, charchamanglar.